rom tanlash oson deb tuyuladi. Lekin aslida bu sizning uyingizdagi qulaylik, issiqlik, hatto sizning byudjetingizni belgilaydigan qarordir. Ko'pchilik faqat tashqi ko'rinishga e'tibor berishadi, lekin eng asosiysi ichkaridagi texnologiya. Avvalo profilga e'tibor bering. U qancha ko'p kamerali bo'lsa, shuncha ko'p issiqlikni ushlab beradi. Masalan, Imzoning ba'zi bir mahsulotlari 6 ta kamerali. Shuning evaziga qishda issiqlikni saqlab, yozda salqinlikni beradi. Ikkinchisi oynalar turi. Oddiy oynalardan farqli ravishda energiya tejamkor oynalar tashqariga issiqlikni chiqarmaydi. Shuning evaziga energiya xarajatlarini pasaytiradi. Uchinchisi izolyatsiya. Shovqin, chang, sovuq bular sizning uyingizga kirmasligi kerak. Va eng muhimi brend ishonchliligi va xavfsizlik. Imzo derazalari yillar davomida sinovdan o'tib, o'z sifatini isbotlagan yechimdir. To'g'ri tanlov qilishdan qo'rqmang. Axir bu shunchaki deraza emas, bu sizning qulayligingiz, issiqligingiz hamda byudjetingiz himoyasidir. Imzo, uyingiz uchun to'g'ri tanlov.